Xo'p, bunda endi qarang, mana bu yerda qarashimiz kerak. 23 soni 17 sonidan katta. Siz bunda 3 dan 7 ni ayirib keta olmaymiz. Shuning uchun biz 7 dan 3 ni ayirib yozishimiz kerak. Shu yerda javob olishda juda ham ehtiyotkorona ishlashimiz kerak. 23 17 dan kattaligi uchun 7 dan 3 ni ayiramiz. Natija 4 bo'ladi. Oxirgi raqam 4 bilan tugar ekan. Xo'p, 3-misolga qarasak. 3-misol. 17 darajasida 17 ayrilgan 23 darajasida 23. Teng. Xo'p, 17 ni 4 ga bo'lib olamiz. Har 4 tara takrorlanganligi uchun 4 tadan 16 bir qoldi. 7 bo'ladi. 7 ni birinchisi 23 ni 4 ga bo'lib olsak 3 qoldiq. Ya'ni 3 ni uchinchisi 27. Bu ham 7 bilan tugar ekan. Natijada bu 0 bo'ladi oxirgi raqami. Oxirgi raqami 0. Ana endi bunda mana bu hozirgi qoidamiz unchalik ham muhim emas, chunki hikoyam 7 bo'lganligi uchun baribir ayirsak 0 chiqadi oxirgi raqami. Mana bu 23 17 dan katta bo'lgani bilan 23 23-chisi 17 ni 23-chisidan katta bo'lgani bilan 7 dan 7 ni ayirganish 0 bo'lganligi uchun boyagi qoidani, yuqoridagi qoidani ishlatishingiz shart emas. Shuni ayirib javobni chiqarib keta olasiz bunday holatlarda. Xo'p, yana bitta misol ko'ramiz. 4-misol. Qora rang bilan ko'rak. 19 ni 29-chisi ayrilgan 79 ni 64-chisi. Xo'p, bunda ham oxirgi raqamini topishimiz kerak. 9 nikini qoidasi bor. 9 ni toq darajalari yozaylik. 9 ni toq darajalari 9 bilan juft darajalari esa mana 81 bo'lib 1 bilan tugaydi. Demak, 29 mana qarasak, toq son bo'lganligi uchun bu 1 bilan tugaydi. 9 bilan tugaydi. Uzr. Toq son bo'lganligi uchun 9 bilan tugaydi. Ayiramiz. Ana endi 79 dan 64-chisi. Bunda ham qarasak, oxirgi raqami 9 bilan tugagan. 9 dan 64-chi juft bo'lganligi uchun 1 bilan tugaydi. Xo'p, bu yerda shoshilmaslik kerak. 9 dan 1 ni ayirib 8 degan javob olib ketib qolmang. Chunki 79 ni 64-chisi 19 ni 29-chisidan katta. Demak, siz 1 dan 9 ni ayirib yozishingiz kerak. Natija 2 bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Ana endi oxirgi ikkita raqamni topishni ko'rib chiqamiz. Yozamiz. 17 ni 2023-chisi bo'lsin. Oxirgi ikkita raqamini toping. Oxirgi ikkita raqamni topishimiz kerak ekan. Ana endi biz oxirgi bitta raqamini topish uchun har 4 ta takrorlanadi, 4 ga bo'lamiz. Bizda kelib chiqadi, Euler funksiyasidan kelib chiqadi. Yana bitta narsani aytib ketish mumkin. O'zi bizda raqamlar 10 ta bo'lgandan keyin mana bunga 10 tadan 10 ta 10 xil va keyingi xonaga 10 xil qo'yishingiz mumkin. Shundan ham kelib chiqadi 10 xil jami 20 xil bo'ladi. Va yana Euler funksiyasidan isbotlangan bir xonani so'rasa 4 ga bo'lib olamiz. 2 xonani so'rasa 20 ga bo'lib olamiz. Ko'rinib turibdiki 5 martadan ortyapti. 20 ta ikkita raqam desa, ikkita
ikkita raqam desa, bitta raqam desa to'rtga bo'lib olamiz. Shu 17 ni 2023, ya'ni darajasini-da. Agar 3 ta raqam desa, 5 marta orttirsak 100 ga bo'lib olamiz. 3 ta raqamini so'rasa. 3 ta raqam. 4 ta raqam so'rasa 500. 5 ga orttirsak. Va hokazo ketaveradi. Darajasini bo'lib olamiz. Xo'p, endi ishlaymiz. Darajani 20 ga bo'lamiz. 2023 ni 20 ga bo'lsak 3 qoladi. Darajasiga o'qilib yozamiz. 17 ning kubi. Bu degani 289 ko'paytirilgan 17 degani. Xo'p, ko'paytiramiz. 289 ni 17 ga ko'paytiradigan bo'lsak 3 6 dilda. 62 ni x'i 6 dilda 20 9 8 2 3 1. Biza oxirgi ikkita raqamni so'raganligi uchun buni javobi 13 yozamiz. Bizda natija javob 17 darajasida 2023 ning oxirgi ikkita raqami 13 bilan tugaydi. 13 ana. Xo'p. Keyingi misolni ko'rib chiqamiz. Bizda 2023 darajasida 2023 darajasida 2023 oxirgi ikkita raqamini toping. Xo'sh. Bunda 20 ga bo'lib olamiz. Aytdik-ku, hozir aytganimizdek darajasini 20 ga bo'lishimiz kerak. Oxirgi ikkita raqamni topishimiz uchun. Bizda daraja ham 2023 ni 2023-si bo'lib turibdi. Shuni 20 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kerak. Xo'p, bizda qoldiqli bo'lishda mana bu 3 ni 2023-sini qaraymiz. Va 20 tub son bo'lmaganligi uchun 3 ni nechinchi darajasi 1 bilan tugaydi, o'shanga keltirishimiz kerak. Xo'p, 3 ni 4-chisi 81 bo'lganligi uchun 1 bilan tugaydi. 4-chisiga keltiramiz. 3 ni 4-chisining 505-chisi ko'paytirilgan 3 ning kubi. Bu baribirga 2023 ni beradi. Xo'p, 3 ni 4-chisi 81, 505-chisi ko'paytirilgan 27 teng kuchli. 1 ning har qanday darajasi 1 bilan tugaydi. 27 ni 20 ga bo'lganimizda mana mod 20 ga bo'lganimizda qoldiq 7 qoladi. Yozamiz endi 2023 ni 7-chisini oxirgi ikkita raqamini topishimiz kerak. Oxirgi ikkita raqam topish kerak. Buning uchun
23 ni 7-sini qarab ketamiz. 23 ni ikkitasi, ya'ni kvadrat 529, 529, 529 va bitta 23. Oxirgi raqamlarini hisoblasak, 29 kare 29 841 ko'paytirilgan 29 ko'paytirilgan 23. Oxirgi ikkita raqam bo'lgancha ikkitadan olamiz. Hop, bunda yana bo'ladi 41 29 23. 41 tengdan keyin yozaylik. 41 29 23. 41 ni 29 ga ko'paytirsak. Hozir 41 ko'paytirilgan 29. Oxirgi ikkita raqami 89 kare 23. Buni ham ko'paytiramiz 23 ga. Oxirgi ikkita raqami 47 bo'lyapti. Bo'ldi, ana shunday bo'ladi. Savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozib bemalol qoldirishlaring mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.